Esselamu Aleyküm aziz ve Good afternoon, everyone. My name is Dean Baxendale. I'm president and publisher of Optimum Publishing and also the CEO of the China Democracy Fund. I'm very honored to be here with all of you today and with this esteemed group of panelists who I will introduce momentarily. The importance of information, disinformation, misinformation, propaganda, these are all subjects that today are part of not only the lexicon. Bugün iştinkin bolğan bu yığınımızda avazım çıktı mı? Ben bin neşriyatının bolumen Dolqun Esa apendimninki kitabı neşrin kılıngan neşriyat bolup hesaplandı. Ben yazgıcı bulup süpütüm bilen Uygurlar meselesini yakından közlüp kelgen ve şundakla bu bugünkü düştünkinki bu yığınımızda biz asaslıqı saxta uçur ve kaymoqturma uçur hakkında ve onunki Uygur meselesi bolğan təsir hakkında müzakirə yapmakçı. Bu yığınımızga, bu muhakirimizga qatnaşqan mutaxassislerin içinde Romanya parlament azalısı var. Zübeyra Şemsinan Hanım, Uygur İnsan Hakları Projektininki müdürü. Balkan Müstakil Tekşiriş Balkan Müstakil Tekşirici Jurnalistler Teşkilatı'nın vekili ve Mark Raspin efendim Zimistan Kış neşriyatınınki Zimistan Kış degen torbetininki Danlıq torbetininki sahibi bulup hesaplandı. Biz bu muhakeme yığınımızda mutaxassislarning so'zlaridan keyin ko'pchilikka savol so'rash va javob berish fursatini bermak, savol so'rash va javob berish fursati bor. Ko'pchilikniki savollari bo'lib qolsa yig'ib shu vaqtida deyishni qarshi olamiz. Biz bu yig'in qatnashishningki az qolgan kunlarda Dünya Uyghur Qurultayı'ningki xizmatchilarininki email adresi orqali ko'pchilikka bu qurultayninki amaldan qolganligi haqida e-mailler ketdi. Boşluğundanmı biz bu siber dünyasındaki mevcut xeyim xatarlarınki ve Xitay hakimiyetininki bu siber dünyasındaki imkaniyetlerden faydalanıp qandaq qilib yalğan ve saxta uçurlarını taqtıvaqqanlığının əmili misalını görgen bulduk. Ben muşunu misal qilib turib bu tema hakkında müzakere edip barmakçı mutaxassislar bilen birga. Xitay Komünist Partisi sıfırlık dünyadaki imkaniyetlerden faydalanıp ilk akademik dünyasında olsun ictimai müzakerelerde olsun halk arasındaki datalaşlarda olsun nurgulluğun saxta uçurlarını taqib edip cemiyetninki amallıqı, haq bilen naqını aslı üstünden qo'yadigan ahvallarni faqat Xitoyning ichidan emas, balki bütün dünyada shundaq bir ahvallarning avj ilishiga sabab bo'lyotidi. Bunun tipik yarqin misollarining birisi atalmış Sharq Turkistonda ta'sis qilingan terbileş merkezleri, kesbi terbileş merkezleri bulup hesaplandı. Bu ceza lagerlerini Xitay hakimiyeti uzun bir mezgillikçi ve hatta ki bugünlerle
bununki normal bir kesbi tərbiyələş mərkəzi bolğanlıqlarını, xalqni üyəyə öz ixtiyarı bilan bardığanlığını, bununki cəzalarga əməslikini ibarət yalğan təşviqatlarını taqtib gələn, cümlədən Uyğur ayollarını kən köləmdə Thomas qıvıtışdan ibarət qılmışlarını üyədə Xitay hakimiyyətininki qanunu bilan elib biriyotqan normal bir sağlamlıq təkşürüş ikənligini dəb həqiqətni astın üst qoyuşqa tirişib gələn. Onundan başqa Dolqun Esa əpəndimni 21 yıl Interpolda asassız halda Interpol'a ismini elib bu kişini Nurgul Uyghur davasında bulunğan səfərliyə iğir təqil etkizdi və bu ismini, onun ismininki bu tizimlikten çıxırışıga 21 yıl vaxt getdi. Yəni moşulardan saxta və qaymoqturma uçurlarınki insan hakları davasıga cümlədən Uyghur məsələsiga bolğan təsirlərini qançılıq zor təsir göstərgənligini göstərgəli boldu. Siz bayam 3 konkret misalını elib ötdünüz. Onun şu ötüketken meselelerde işletilgen Xitay hakimiyetindeki işletken söz ibareleri 1930 yılları Nasis Germaniyası Yahudilarını kırışqa başlayan vaxtıda işletken söz ibareliğe öz eyni oxşaydı. Ola öz vaxtıda Yahudilarını ceza lagırına ekirgen vaxtıda ulanı aştaq miyeb cemiyetke paydası göstermeydiğen naçar adamlar degendikdek yalğan ve qaymoqturma uçurlarını taqtiş arqılıq Germaniya xalqının kallasını jup bu adamların hemmisi şu ceza lagırına kirişik tigişik adamlıken degen saxta tuygunu şekillendirgen. Yahudi qırğınçılığı vaxtıda ceza lagırları siyasetlerde ta ki İttifaqdaş armiyanınki askerleri şu ceza lagırına kirib yönetişdeki vəhşiyanlıqlarını köygənge kadar ve onunki hakikatlerini dünyaya aşkarlığına kadar xalqlar izchil onunla işenmegen. Onda bir qırğınçılıqnınki boğanlığına xalqlar izchil işenmegen. Buna şunundan propagandanın tətbiq təşviqatınki ne kadar zor ünümü bağlılığını ve onun qabih akıbetlerini görülüşük mümkün. Ve özümdeki bişimden ötken bir meselini edip belgim kilidi. Menin özümdeki dadamı aşağı Vengiriyada öz vaxta ceza lagırına aketken ve üyede dadam ve onunki Vengiriyada öz vaxtıda Nazi hökumetimi Yahudilarını qırğan vaxtıda Xitay hazırki oxşaş nemalarni qo'llangan cümleden aşağıda Çexoslovakiyanın chegarasining ichida ko'pchilikka taqdim qiladigan shaklda jazo lagerini ta'sis qilgan. O jazo lagerini ichida xuddi hozir Xitoylar qilayotgandek ve nihoyatda xushal xuram yashayotgan Yahudilardan iborat nim qilgan o jazo lagerininki atrofiga ceza lagerlarının içige açtaq Yahudilarga kinolarını koyup bergen, onlarga nakşı usul qilish imkoniyatini bergen ve ceza lagerlarının etrafı nihayetde çıraylık güller bilen bizep bunu bütün şu Yahudilar solunayotgan lagerlarni xuddi muşdan oxşaş Yahudilarni nihayetde xushal xuram yaşayotgandan ibaret bir saxta bir vaziyetni shakllantirgan. Gerçi bütün ceza lagerleri da Yahudilarını öttürdiğen, şu gaz bilen boğap öttürdiğen, şunda xanılarını təsis qilib, qattiq vəhşilarını qıvaqқан bolsunmu, lekin şu bir işki cümleden Çexoslovakiyadagi şu ceza lagerida ularga
dünya cemaatçiliği köz üçün, dünya cemaatçiliği Yahudilarning ya da qanchalik xushalik xuram yashayotganligini bildirish uchun nihoyatda jiq tadbir tashviqot ishlarini qilgan. Onundan başqa şu Yahudilarni jazolarga qilishlariga iborat xabarlar dunyo tarqalgan vaqtida Germaniya hukumati, Nasis hukumati o'z vaqtida şu ziyorat kelgan maxsus tekshirish o'maklarini shu namunalik soxta jazolarga olib borib, u yerda yashayotgan az bir qism soxta xushal yashayotgan Yahudilarni ko'zish orqali ularning ko'zini bo'ygan bu Xitoy hukumatining hozir qilayotganlari Sharq Turkistonda qilayotganlari ashunga to'limi o'xshaydi. Mana şundan saxta təşviqatlarınki nə qədər qəbih nəticələrini qo'lga keltirganligini ko'rib olish mumkin. Shuning uchun bizningki ijtimoiy tashkilotlarningki yuzimizga tushgan eng muhim vazifalarning birisi biz qanchalik qiyinchilikqa yo'l qo'yishimiz qatnazar xalqlar bizning gapimizga qancha ishonmaganda qilishni qatnazar biz bu haqiqatni deyishni to'xtab qolmasligimiz kerak. Relationship back to Auschwitz and back to the German concentration camps, which ultimately is what Uyghurs have faced and continue to face today. Kevin. So I'm Cătălin Tenița, I'm from Romania. I used to describe myself as an entrepreneur because I was an entrepreneur in IT, in software services for 20 years. But then I said we should do more, we should try to improve our societies. And I'm glad I live in a, let's say, in a democratic society. But of course, you know, Romania, as PRC, was a communist country till 1990. And because of that, it's very interesting, let's say, at some levels, the relations, the former relations between the Socialist Republic of Romania and the Popular Republic of China are still happening. And because of that, you see some kind of influences that are not seen in countries like Spain or like Czech Republic or like UK. Because, let's say, our people from the Ministry of Foreign Affairs are still very proud by the fact that Romania was the second country that recognized PRC. And because of that, in some situations, you see some cases where, let's say, the cause of the Uyghurs is not, let's say, reflected in the Romanian official channels as you see it in, let's say, the European official channels. As you know, all of you know, we have at the level of the European Parliament. Yok. Çıkmadı. Ama Avrupa Parlamento'daki Avrupa İttifakı devletlerindeki okşamayacağın şekilde Romanya'da bu Romanya siyasette bu Uygur meselesi bilinmeydi anca pek. Romaniyadın kelganlarga Xitoyga bir sayohat qo'llanmasi bor ekan. Uni bizda Uyg'ur rayonidan aychiq terroristlar bor, shunga u yerga berishni tavsiya qilmaymiz deb yoziliq ekan. Yani aşındaq vasıta bilan Uyg'urlarni va Uyg'ur rayonidan kelgan insonlarni aşındaq bildiraylik sirtlarga. Şoňlaşqa biz menimçe Uyg'urlarninki başqa millatlar tarafından bilinişini çoxum özgertiş lazım. Çünkü Xitoylarninki təşviqatida Uyg'urlarni terrorist yoki bu bölgünçi bu da təşviqat qilmoqqa va buning kuchi hali zo'r. Shuna bag'ishqa Uyg'urlarni xato tushunish ig'ir. Bizningki asosiy vazifasining birisi o'zimizningki obrazni to'g'irlash.
Yani Xitaylar bilan bu munosabatni yaxshi tutib turish butun dunyo siyosatidagi bir normal ahvol bo'lib qoldi. Xitaylarniki Xinhua agentligimi mana shu Romaniyadan jiq adam elib, o'zininki xolig'ini bo'yicha shundaq nimalarni maqolalarni xabarlarni yozib taqdibyotdi. Yani mesela Hong Kong'da bo'layotgan ishlarni nayt yaxshi ishlar bo'layotdi, undan keyin Mongoliyada bo'layotgan ishlarni ishki Mongoliyada nayt yaxshi ishlar bo'layotdi deb o'zining foydasiga shunday maqolalarni yozib taqdibyotdi. Yana bir nayt kuchli vosita bo'lsa, Konzi instituti bo'lib, yani her qaysi davlatlardagi yosh insonlarniki fikrini burumlash uchun shu Konzi institutlarini qo'llanadi. Yani Xitaylarninki madaniyatni tunutishni Xitoy kompartiyasining qo'liga bir qo'lga monopol qilib olib, Tayvanninki bu masalaga aralashishga to'salg'i bo'lib, Konfutsius institutlari orqali o'zining ta'sirini boshqalarga yeyibyotdi. Ameliyatı ola Romaniyadaki parlament a'zolarining ifade özgürlüğünü cheklabyotdi. Mesela men bu Uyg'urlarninki Uyg'ur forumu qatnashganligi tufayli Xitoylarninki Romaniyadagi elchixonasi tarafidan bir parcha xat topshirib oldim. Biz bilan bu vaqtda bir ko'rishishing lozim, biz kelgin deb chaqirdi. Yani Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki teşkili korumasını tushunish bizningki bu ishlarning nima ish qilmoqda olganini tushunishimizga nihoyat yaxshi yordam bo'ldi. Ben ularninki elçisinden görüşken çağım nayeti köngüllik bir görüş bulmadı o. Ondan başka bu cins Taybey'de bir faaliyet katlaştım. Ya Xitayninki elçixonasi nayeti formal bir xatib etdi bana. Yani birisidan shikoyat qilib, uningki jazolanishi lozim, bu Romaniya bilan Xitoylarning orasidagi munosabatga ta'sir yetkazadi deb o'sha odamni shikoyat qilib, mana bir naytli formal bir xat aytibdi. Biz o'zimizning partiyasining ichida bu narsani deyishdik albatta, hargiz ularning deganini qilmadik, ammo bu Xitoyning elchixonasi shunday shaklda ta'sirini yeyishga tirishyapti. Bu yerdagi muhim bo'lgani Xitoylar qo'ldan kelgan har xil vositani qo'llanib, xalqning emas, boshqa chet eldagi siyosiyonlarning, parlament a'zolarining ifoda o'zgarligi va ularning faoliyat doirasini taraytib, ularniki haqlariga shunday tahdid qilmoqda. Romaniya parlamenti a'zosininki bu yo'liqqan bu ishlaridan biz Xitoy hokimiyatininki iqtisodidan, pulidan foydalanib, boshqa davlatlarningki bo'lgan ta'sirini qanday kuchaytirib olganligini va uni o'zininki rezil maqsadlar uchun qilganligini ko'rib yetdik. Thank you, World Congress, for inviting me, and I'm honored to be on this.
Bu mühim bir muzakirə qatnaşqanlığım üçün to'liq xushal his qilaman o'zimni. Men gerçi bu teminingki mutaxassisi bo'lmasam ama biz Uyg'ur haqlari uchun xizmat qilish jarayonida o'zimningki beshidan o'tgan nurg'unlagan tecrübeler var. Ben bunu köpçülükler bilen ortaklaşa kalayman. Ben Şarkı Türkistan'da tugulup çoğun olgan. Bu şu Xitay hakimiyetinin ki biz bilgen bütün cemaatçılık devakan mustabit bastırışlarının hemmesiga şahit bolgan. Xitay hakimiyetinin ki Uygurlarning vaziyati haqidagi yolg'on yavodaq tashviqotlari tunugin bugun bo'lgan ish emas, 30 yildan buyon bu ishlar davom qilib kelyapti. Xitay hakimiyetining mana shu tashviqotlarning, ta'til tashviqotlarining natijasida shuncha yillarga qadar Uyg'ur xalqininki tatib zo'r azob oqibatlari dunyo jamoatchiligidan to'liq bilmay kelgan edi. Bo'libmi Xitoy hakimiyetininki Uyg'ur vaziyatidagi ta'til tashviqotlari shu jazo lageri siyosati o'tirg'i chiqqandan buyon jumladan dunyo jamoatchiligininki diqqatini qo'zg'ashga boshlagandan buyon favqulodda kuchaydi. Uyghur insan hakları kuruluşu Uyghur Xitayda bastırışqa uçlagan Uyghur ziyolilar haqida yozilgan doklad ve shunga o'xshash nurg'un dokladlarni e'lon qilgan. Bo'libmi shu 2017 jazo lageri siyosati masalada bizning o'zimizningki shu to'liq o'zimizningki to'liq bo'lmagan tashvishimiz qaraganda eng az 300 neçeden artık Şarkı Türkistan'daki en ilgar ziyaliler, üniversitelerinin profesörleri, nakışçılar, yazgıçılar olup Şarkı Türkistan'daki en inovatlik nemelerini Xitay hakimiyeti tutmak etti. Bularning açıda cümleden atalmış Şinjan Üniversitesi'ndeki baş müdiri Taşbulat Teyit efendim ve şununla okşaydıgan Şarkı ve atalmış Şinjan Medisina Üniversitesi'ndeki baş müdürü olan Halmurat Hopur efendim ve şununla okşaydıgan doktorlar Raila Davut Hanım'a okşaş Uyghur folklorununki en yakın akademikleri 15 yılga, bazıları ölümge, bazıları müddətsiz qamaq cəzasına uçurdu. Bu şu milyonlarga yakın Xitay hakimiyeti ceza lageriga solib etken Uygurlarning bir qismi bulab hesaplandı. Lekin Xitay hakimiyeti bularni solaganligini yana nomus qilmasdan kasbi tarbiyalash nomida ceza lageriga so'zlaganligini dunyo jamoatchiligi deb uni ishontirishga tirishdi. Onundan başqa Xitay hakimiyeti cümleden şu Uygur ayollarını tug'mas qilib siyasetine keng kösende yoxuzib bunu bütün dünyaya Uygur ayollarınınki salametligiga ko'ngil bo'lgan şekilde yalgandın teşvik qildi. Xitay hakimiyetinki Uygurlar ayollar qaratgan bu tug'mas qilib siyaseti favqulodda keng ko'lamda ve vahshiyliklar ilib birilgan bulup bu bola tug'ib bo'lgan ayollarga ham qaratilgan bo'lmasdan jumladan tig'i homildor bo'lib boqmagan ayollarga qaratilgan bulup bu orqali Uyg'urlarningki nasliningki qurtib o'tishini muddao qilganligi aniq chiqqan. Xitoy hakimiyetiningki shunga o'xshaydigan tug'mas siyosatininki zarbasiga uchragan Uyg'ur ayollari Zümrət Davud Xanım qatorliq lager shoirlari bu ahvolni qancha qabih shaklda ilib turganligini butun dunyoga anglatdi. Bundan boshqa Xitoy hakimiyetiningki davlat halqiga bostirishimi shiddat bilan ilib berildi.
Bu jarayonda Xitoy hakimiyeti Uyg'ur masalasidagi eng aktivlarga ve hattoki Uyg'ur masalasi haqida tadqiqot ilib borgan kishilarga zərli qolunu sunup, ularınki Şərq Türkistandakı aile tavabatlarını tutup ketiş, onu mecburi saqçılar mecbur qılıp ularga telefon qilish ve ularning ovozi orqali ularninki sözlütü yig'iltish orqali teshidagi Uyg'urlarniki faoliyatiga to'sqinlik qilishni ilib bordi. Xitoy hakimiyeti bu jarayonda tehdit teşvikatınınki şu prensipini tuttu ki ta ki o hakikat paketleri bilen oturuğa çıkan kadar avval yalgan bulup hesaplandı. Xitoy hakimiyeti bunu tutuq qilib hem nesne ta ki onun paketi dünya cemaatçiligiga bilen yüzleşip onunki yalgan ekanligini oturdan kaldırğanga kadar izchil holda onu yalgan deb deyishdan nomus qilmadi ve şu taktik bilan xizmat qilyapti. Köp rahmet, men ismim Enes Cecet. Ben Bosniyadagi bir medianiki mas'ulim. Biz taxamajıq şu adalet ve xalqaralıq cinayetlarninki bilan aloqador xabar ishlaymiz. Biz Rusiyaning qilayotganlaridan boshqa şu Xitoylarninki qilayotganlari to'g'riliq xabar ishlaymiz. Yani 3 yıl burun şu Uygurlar doğruluk tekşürüş elip elip bu doğruluk biz haber yazgan. Türkiye'den kaçıp yok. Türkiye'den kaçıp Bosna'ya gelgen Uygurlar doğruluk haber işleyen. Ular bu yerda şu nimaga sesbanq iltimos qilish uchun bir muncha qildigan ishlayapti, tarjima qildigan va ularga yordam qilgancha ishlayapti. Eng aqsda bu yerda sesbanq tilayolmay chegaradan qaytarib o'tildi Turkiyaga. Elbette bizning bu yerdagi timimiz hozir xato tashviqot va yolg'on tashviqotlar bilan aloqador. Elbette bu hammamizga ait ayan Xitoyninki tarafini tutup Xitoylarninki uçurlarını taqtidigan narsalar internetdan natice qarsa ashlarninki uylab chiqargan bir muncha odamlar var. Butunlay ashlarning yolg'onlarini taqtidigan. Hattoki Birleşken Devlet Teşkilatı'nınki yazgan aşı raporlarını yolg'on deb aşı inkar qildigan haqlijiq. Xitoy tarafini yo'lab chiqqan haqlar. Albatta bizning davlatimiz unchalar taraqqiy qilgan bir davlat emas. Shunlashqa Xitoylardan iqtisodiyotni yordam berish yoki Xitoylarninki mablag'ini jalb qilish uchun biz fikir jihatda, tashviqot jihatda ularninki degan siz bergan sizga amal qilishga majbur bo'lib qolish ahvolda hozir. Şonlaşqa təşviqat cəhətki bizning dövlətimizə ahvalmı hazır nəydi quva, yəni onu başqalarga aşkarlaşqa, ammaga uçuq buluşqa to'sqinlik qilib şu Xitoyninki mablag'i. Yani biz yuqori suratlik
tömür yo'li nima qilyapmiz. Shunda o'g'ashqa umu shu Xitoylarning shirkatiga berilmoqchi. Hattoki shu savdo anglashmasiniki hammasimi yetarlik nima emas, ammoga aytilgan emas. Biz uqolmaymiz uningki nimalarni, tafsilotlarini. Chunki buning tafsilotlarining ichida shu amma bilib bo'lmaydigan narsa bo'lg'ashqa, buni ammadan yoshirin tutayotgan ish bor. Yani bu yıl may ayida 29 yıldan keyin şu Bosniyada yüz bergen irqiy qirg'inchilikdan keyin Bosniya hukumati şu qirg'inchilikni Birleşken Devletler Teşkilatı qaytadan kun tartibga keldi. Hem de bu irqiy qirg'inchilik to'g'riliq bizningki davlatning natija hech qanday inkor qiluvsiz darajada natija qilgan nimalar bor, dalillar bor. Ashundaq turib, yana to'g'rida shunga aloqador Bosniyada bo'lgan irqiy qirg'inchilik bilan aloqador natija xato uni inkor qilgan tashkilotlar bor. Şunlaşqa mushunchalar dalil bo'lgan bir irqiy qirg'inchilik nima qilgan yerda Uyg'urlarniki bu Xitoylarniki disinformation kampanyaga uchirishi men shu normal. The same playbook, year in, year out. They pull it back from. Xitoyniki bu qilmishlaridan uninki Nazi Germaniyasidan qapqagan koni an'anaviy ishlar yo'sinda xizmat qilganliklarini bu yerdan ko'rib olishga bo'ldi deb o'ylayman. Menimki ecdadım şu Kroatiyalik bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun bu davlatda xuddi o'zimni uyga kelgandek his qildim. Ben o'zimniki burunqi serguzashtlarimdan ba'zi narsalarni o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Ben danlıq Civilizlik degan bir danlıq bir yazğıçınınki kitabının şunda bir nimeni naql keltirishni to'g'ri topdim. Onunda şunda bir mesele sözlündü. Ben bir yerde bu saxta uçur bilen qaymoqturma uçuru o'rtasidagi bir farqni bir tushuntirib o'tishni to'g'ri topdim. Jumladan bu saxta uçur degan saxta uçur degan şu haqiqatni aslini ustidan ko'targan uçurlar bo'lib hisoblanadi. Bu qaymoqtur uçuru bo'lsa, şu Xitoyga setilgan şu yoki boshqa kim pul bersa shuningki
hikoyasini qilib insonlarni xato tushunchaga tuyg'uga yetaklaydigan uchurlarni o'z ichiga oladi. Ben Rabia Kadir Hanım hakkında bir interview, Rabia Hanım'la bir interview kaydım. O interviewda benim kallamda kapkagan şu Uygurların ismi boptu iken Uygurlar degen gap İtalyanca degen vaqtida ümit degan namda ahandaş bir söz bo'lib hisoblanadi. Ben şu interviewni den keyin Uygurlarga bo'lgan tushuncham qo'zg'algan edi va Uygurlarniki yo'l qo'ygan zulmlarini şahit bo'lgandan keyin ve ularga yordam qilishni maqsadida bir tor matbaasi shakllantirib Uygurlarniki ahvollarini anlatishga tirishib keldim. Bo'libmi 2017 yildan beri elib birilayotgan bu jazo lageri siyosatininki chiqqan va uninki paketlari o'tirg'i chiqqandan beri men uningki naqadar qabih bo'lgan narsalarni anglab tolumu çöçüdüm. Onundaki Uygur ayarlarındaki tohmas kılıvetilişi ve üyedeki boğan vahşiliklerindeki millette Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki irqi kırgınçılık karşı ehtinamızda irqi kırgınçılık da belgelengen türlerge yatıdığanlıqını körülüşü bulattı. Köpünce ahvallarda irqi kırgınçılık uzun bir mezgilinin içinde devlet tarafından tayarlanıp, planlanıp, aniken icra kılınan çok bir cinayet boğalga. Bir yerde onunki nurgulluğun işaretleri körülüşke mümkünde bulup, mesela Uygur tilininki çekinişki başlağanlığı, üyedeki keçilerinki keng kölemde halıganca tutkun kılınışı, degendekilekle şu irqi kırgınçılıkka yol açıdığan ve onundan bişaret bırdıgan mühim amilla idi. Biz bu Uygurlarınki derdlerini anlatış jarayonida kılgan nurgun işlerimiz var. Bizden bugün kıpkaya işlerimiz yani yetersiz. Mesela onun başka tekemecek kişilerini bu Uygur irqi kırgınçılık bilen tanıtış gerek. Mesela Hollywood'dan kino artistlerle kino işletiş ve şuna okşadığan nurgun ilgar taktikler bilen Uygurlarınki uçuravakan zulümlerini dünyaya anlatışımız lazım. I kind of see Her adam gibi bir minut bir özününki bir xulasa deb olishga meydan beramiz. Ben şuna da oylayman ki, eğer bütün dünyanın özünün kolu ötküzsün, eğer bütün dünyanınki fikrini tutanmagan bolsa, sen yişini mi tutanmagan bolsa emriyette? Şoňlaşqa bu yerdeki oturup atqalanın hemsi biliş lazım ki, sizini qollap olsun, üzanlı olsun, bu cihette hergiz boşup kalmasın lazım. Tüvendekiler sual sorsanlı buldu. Ondan sonra özüm sonra bakay. Benim anlayacak suallarım var.
Qanday qilib texnologik parlament a'zolarini mana shu Uyg'ur rayonida ko'rinmayotganmish ahvollarni o'ttirg'i chiqarish uchun texnologik parlament a'zolarini ishlatalaymiz. I think Meyli o Yahuda erkek kırgınçılık olsun, ya ki Bosniya'daki kırgınçılık olsun veya ki ben oylayman bu erkek kırgınçılık çokum yaxşı dokument kılınıp bolsa textbook kılıp şu keyingi avlatlarga bildirilishi kerak. Bu to'lama muhim. Bu erkek kırgınçılık cinayetçilerinin kılmışları, ularning saxtikarlıkları, ularning bütün bu yaman kılmışlarını dünya ehli evlatqa bilish kerak. Bu ictimai taraqqiyot haqida uchurlarni Xitoy hukumatiga va uningki Xitoy hukumatininki tashviqotni qilgan yerlarga tashlab bermaslik kerak. Chunki bunda bo'lgan vaqtida haqiqat ostin bo'lib ketadi va Xitoy hukumati va uningki qilmishlari oqibati o'tib chiqadi. Shuning uchun buningga qat'iy yo'l qo'ymaslik kerak. Onundan başka her kaysi devletlerde oylayman çokum şu Xitay ve Rusya o'xshash şu devletlerninki özününki ta'sir dairesini kengaytiradigan işlerini ta'qib qiladigan qonunlar turg'izilishi kerak. Chunki bu devletlerning qirayotgan zo'ruq zuvalıqlı allaqachon ularninki chegarasini olib chiqib dunyoninki va shundaqla har qaysi davlatlarniki milliy bexatarligiga ta'sir yetkazmoqda. Xitoyninki va uningki cho'moqchilarninki bu yerdagi faaliyetlerini çekildiğin kanuna çokum buluş gerek. Avrupa elbette siyasetçilerinki erkek kırınçılıkını bulup hakimiyet bir şirkete vakti tekitleşinden çoğun ama ters eba buluvatıdı. Çünkü Avrupa Xitayga boğan iqtisadi bağlılığı tolumu iğir. Biz bir yerde bu devletlerinki milli müstakillikini şu iqtisadi sahalada qo'g'dash kerakligining zo'rligini cho'qim his qilib yetishimiz kerak. Chunki davlatlar Xitoyga iqtisodiy jihatdan qancha bog'langan sari o Xitoy hokimiyati bu bog'liqlikni o'zininki siyosiy qabih suiqasdlar uchun ishlatyotdi. Shuning uchun davlatlar mencha cho'qim o'zininki iqtisodiga ve mustaqil bo'lgan imkoniyatlarni yaratish kerak. Xitoyga bo'lgan silayotgan mablag'larni taraytish kerak. İş o'rinlarini ishlab chiqarishni o'zining davlatiga yandirib akilish kerak. Ashta bo'lgan vaqtida bu Xitoyga bo'lgan bog'liqlik aziydi va Xitoyninki sizig'i davomli kirishga majbur bo'lgan ahvoldan qutulib qoladi.
Xitoy hökumətinin ki tətə təşviqatlarına qattiq salçaqlanması kerak. Köpçükdən xəbərdə bolğandakidək bu Hong Kongdakı demokratiya hərəkətləri canlanğan vaxtlarda nurg'unlagan Hong Kongdakı demokratiya hərəkətini qollaydigan nurg'unlagan ahvollar, uchurlar taqalgan edi. Xalqning yaslashini qo'llab keldi degan keyin bu narsa shappa to'xtab ketib qoldi. Bunun başından həmmisi Xitay hakimiyyətininki ağ pərdədə qandaq təbii yollar bilan qandaq çoğun köləmdə təşviqat ilib barayotganligini ko'rib olish mumkin. Ben bayam kim efendimdeki degendikidek biz bir yerde faqatlam jamoatchilikka bu vaqqan ishlarni naite resmi yosunda bayan kılıplan bulmasının belki şəxslərninki şərgüzəşləri arqılıq, tolumu canlıq, xalqlar asan qaraplam düşünələydiğən şəkildə qilish kerak. Şunun üçün mən oylayman şu zulüm uçurğanlarının həyatı və onun təcrübələrini tema qılğan filmlarni işləş arqılıq nurg'ulg'an xalqlarninki bu məsələni texim yaxşı düşünüşünə yol açqılı buldu. Nayt doğru dediniz. Bir yerde mi bazı filmler işlenmedi da hazır. Çünkü bir yerde atı sırtıda bir qancha jurnalistlar ve film işçilerindeki intervyuda bulavatdı. Bu mu işinki mühimliğini ifade ettirdi. Mening uchun belki doim ta'kidlaydigan bir narsa bor. Bu o'smi davom et, doim qilish, voz kechmaslik, bel qo'yib o'tmaslik. Biz naychiq kitoblar va bu to'g'riliq, kinolar bor. Bizga lozim bo'lgan hamma narsa bor, tirik shohidlar bor. Xitoylarniki bizni qandaq kazzab deyotganligiga dair hamma narsa bor. O'tirdi bo'lgan buncha jiq ishlarning hammasini, haqiqatlarning hammasini Xitoylar hargiz buni rad qilolmaydi, inkor qilolmaydi. Biz qilgan ishimiz o'zimizningki kurashiga davom qilish, to'xtab qolmaslik. Agar biz to'xtab qolsdan keyin Xitoylar özününki yalğanlarını oturğa çıkırışqa, oturdu setib yurishga taximijik meydan yaratib turibmiz. Eğer dünyadaki hammalar sildiki bo'lgan irodalarni o'zininki iqtisodni taraqqiy qilishga ishlatgan bo'lsa, dunyoninki GDP'si 3-ga chiqdi. Şunu ben sizlerge deydiğinden bolsam da tarixda bo'lgan şu Yahudilar bo'lgan qirg'inchilikning o'zi bir örnek şekilde aldığımız turuptu. Aşını körüp durup qanday qilib hazır bulayotgan Uyg'ur qirg'inchiligini inkor qilish mumkin. Yani Uyg'ur qirg'inchiligi hergiz bir ilqi conspiracy emas, yani to'qib chiqqan bir narsa emas. O butunlay haqiqat. Yani bizning tashkilotimizning o'zininki Xitoylarni, Xitoy tomoshabinlarni nim qilib nishonlab chiqargan programlarimiz var.
Çünkü Xitayda şuncha bola adam faqatlanki Xitoy Kommunist Partiyasining tashviqotlarini anglaydi. Shundan boshqa bizmi ularga qarata bir tashviqot elib berishimiz lozim, haqni shularga yetkazish lozim. Şunlaşqa bu ahvalning o'zilanki bizniki xizmatimiz davom qildirishga va Xitoycha biz o'zimizningki bu ovozni anglatishga nachon ilhom berdi. Men ikki narsani deb o'taman. Ikki qisqa narsa deb o'taman, ikki. Biz Xitoy va Rossiya to'g'riliq naytijiq bir narsa yasamiz. Xitoy Rossiya bu yolg'on so'zlashda nayti usta va buni nayti o'zini berib qilgan bo'lg'achqa bizningki xizmatdoshlarimizning hammasi buning yolg'on ekanligini tilga olishda hargiz qiyinchilik yo'q. Biz yolg'on o'qimiz va deyishim ketmaydi. Ama bizniki siyasetçiler Xitoyga bo'lsa boshqacha bir ko'z bilan qaraydi, Xitoyni yaxshi bilmaydi va Xitoylar to'g'riliq xabar chiqqan chaqda bunga doim bir shu bilan gumon bilan qaragan bo'lg'achqa biz bularni deb kelsak, biz u ahvollarni uqamiz. Bu ahvallarni biz uqimiz deb o'zininki Xitoylarning tashviqotini ko'rgan jihnasini malam ba'da bizning oldimizga qo'ygan chaqda bu Xitoylarningki yolg'onlarga qarata bu xizmatni qilishni Rossiyadan naqadar farqli va tez ekanligini biz his qilamiz. Ikkinchi narsa bo'lsa, ya Xitoylar o'zininki yumshoq kuchni eksport qilish uchun naychiq pul qashlaydi. Biz Huawei ve 5G texnik to'g'riliqmi naytijiq xabar eshitdik. Chunki Bosniya mashularning texnikasini ishlatdi. Biz o to'g'riliq tekshirish dokumentini qilgan chaqda bir necha televiziya stansiyasi bizning dokumentimizni yayınlashni rad qildi. Chunki keyin uqdiqki Xitoylar naychiq pul qashlab, nayti chiroyliq Beijing temizligi shundaq nimalarni, tashviqotlarni Xitoydan nayt ko'p pul olib qilishga ular qo'shilib qopti ekan. Şu çağda biz Xitoylarningki naqadar jiq pul qashlab o'zininki yumshoq kuchini boshqalarga eksport qilish uchun tirishdiganligini shu chaqda bildik va haqiqatan hayron qoldik. Xitoy hokimiyatininki tashviqot organi bo'lib hisoblangan markaziy televiziya stansiyasi New York Times'ga o'xshash xalqarolik dangliq matbuotlarda maxsus pul verib, nəhayət qimmat bahalı pul verib boshqalarni shu Xitoy hokimiyatininki nuqta nazarini u yerda nim qilganini, chiqarganini shohid bo'ldik. Albatta to'g'ri deysiz, meningki davlatimda jumladan Italiyada mana shu ahvollar nəhayət ko'p ahvollar bor. Bo'libmi shu Xinjiang degan go'zal yurt cezalarga degan narsa yo'q, yolg'on. Hammasi Amerika boshchiligidagi dushman kuchlarning tashviqoti degandek Xitoyninki nuqta nazarini yayilgan matbuotlar to'limi jiq.
Men bir doktorat tayyorladim, oldimizga aylarda chiqdi. Bu jumladan o'sha Uyg'ur bolalarninki ichinishliq taqdirini bosh tema qilgan. Buningda shu ota-onadan olib yashashga majbur bo'lgan Uyg'ur farzandlarininki qandaq bir qiyinchilik sharoitda cho'ng bo'lganligini, ularning qandaq bir sarguzashtga duchor bo'lganligini qilib berdi, ko'rsatib berdi. Bu siyasetçilerdeki meselesiga qarasak, kelsak, bence şu siyasetçiler qaratgan qaratgan teşvikatlarda şu Xitoyga neutral degidek, o'ttiral degidek ko'z qarashdagi siyosatchilarga jiqroq yiqilish kerak deb o'ylayman, chunki ularniki Xitoyniki nimasi do'st deb kelolmaydi. Ko'pincha degidek bu Xitoy hukumatiniki ta'til tashviqotniki ta'siriga uchragan. Bence ularga Uyg'urlarniki ko'rsa yo'l qo'ygan bu zo'rliqda hokimiyatning zo'rliq zumbuliqlarni yaxshi anglab qolgan vaqtida ularniki insoniy sarguzash, ularning insoniy yasashligini qo'zg'oldi deb o'ylayman. Biz mayli xalq, mayli siyosatchilarga bo'lsin, bir yerde Uyg'urlarni va Tibetlarni qo'llashniki inson noqul holda insoniy bir majburiyat istoshliq bo'lib qolmasdan, balki uningki sen bir tijoratchi yaxshi bilsa, bu Xitoy hokimiyatining kunsiri kuchayotgan kuchininki iqtisodning kidiganligini va bu iqtisodiyatning kuchaygan Xitoyning oqibatda bo'lib qolsa o'zininki mustamlikasini boshqa yerga tanadiganligini amaliyotda yig'ib o'g'ib kelgan vaqtda bu Uyg'urlarni qo'g'dash amaliyotda o'zininki milliy xavfsizlikni qo'g'dashga yetadiganligini tushuntirishimiz kerak. Nayet doğru bir gaplarni dedi. Çünkü mesela bu Kanada'da olsun ya Amerika'da olsun bir qancha davlatlarda şu qul emgiga qarshi qonunlar chiqyapti. Mana shundoq mavjud qonun ramkalari orqali jumladan Uyg'ur qul emgidan ishlab chiqilgan mahsulotlarniki Kanada boshqa davlatlarga kirishni cheklash imkoniyatlari bu yerda bu qilishga tegishli va qiladigan nurg'un ishlar bor deb o'ylayman. Ben yana shuni qo'shib qo'ymoqchi, Uyg'urlarniki taqdirini tushunadigan va ularga yordam qiladigan nurg'ulg'an kishilar bor. Jumladan Yahudi jamoatlari ichida bor deb o'ylayman, chunki irqiy qirg'inchilikni beshidagi o'chigan bir xalq, uningdan boshqa bu Uyg'urlarniki dardini anglab va uni tushunadigan bir qalbi bor. Uningdan boshqa shu dunyoga ta'sir ko'rsatgan donliq naqshchilar va san'atchilarni qo'lga keltirish kerak, chunki ularniki gapini jiq odam anglaydi va jiddiga oladi. Sizlar yaxshi bir musulmon xalqi, shundoq yaxshi xalq ve sizlar teşvikparvar ve biz bunu bilimiz, biz tushundik, biz g'arb jamiyatimiz sizlarga o'xshash teşvikparvar, oq ko'ngil, shundoq bir xalqninki bo'lishini, musulmonlarninki bo'lishini yaxshi ko'rdi. Mushu orqaliqmi nima jamoati, g'arb jamoatiga o'zlariniki tirishchanligi va teşvikparvarliklar bilan ularninki qalbini ertalaysan deb o'ylayman. Bizningki vaqtimiz to'shib qoldi. Oxirgi bir narsani aytib qo'yay dedim. Biz bu yerda ittifoqlashda haqida so'zlashdik. Bu yerda musulmon davlatdan kelgan ko'plagan vakillar bor. Biz Uyg'urlar musulmon bir xalq.
Ama bizni ko'nglimizni ko'p yerim qilgan bir nokta Müslüman devletlerine biz özümüzün davasından anlatışını nurgulagan to'sqinliklarga duch kelyapmiz. Bo'lib hukumat tarafınki şuna biz bu Müslüman devletlerden kelgan aziz vekillerimizni, mehmonlarimizni bizga yordam qilib, o'zi turayotgan davlatlarda Uyghur Müslümanları duch kelayotgan bu qabih fojiani anlatishni ümit qilaman ve ümit qilaman cümleden Türkiye ve Türk İslam dünyasından kelgan qarindoshlarimizningki o'zininki Türk ve Müslüman bo'lgan bu qarindoshlarga iyi chiqishini yana bir qatam talab qilaman. Bu faaliyet qatnashgan her biringlar g'olibiyat qozonguchilar. Çünkü g'olibiyat qozonguchilar degan şu bir ruhiy tuyg'u bo'lib, özümüzni bo'lgan chiqayotgan faoliyatlarimizda kuchimizdan qancha oz bo'lishidan qat'iy nazar nurg'un natijalarni xalqinglarniki o'rinligi uchun qilayotgan bu tirishchanliginglar faqat g'olib kishilar qila oladigan tirishchanlik bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun o'zingizdan faxrlanishinglar kerak. Hello, if you are a member of the Bridging This panel, please come on up. Anywhere you like. Okay. Benim ismim Adam King. Ben Şark Asya Demokratiya Center'ның tədqiqatçısı. Ben bizning bir ait hürmetlik söz belgeçilerimiz var. Ben hazır şunu koyayım. Biz bilimiz Xitay Komünist Partisi, Uygurlar, Xitay partiyaçıları, Mongollar, Falun Gong ve başkalar karşı nurgun besimler uyguladı. Hem de nurgun partiyaçılar Xitayning şide bir iş kılamaydı. Şunda boğallığı için Xitayning sırtındaki bazı partiyaçılar özünün koldan kelganini qılıvatıdı. Elbette Xitay işçiler özlerinin avazını anlatamıyorsun ama bir yerdekiler nurgun faaliyet, vatan sırtındaki nurgun, Xitay sırtındaki nurgun faaliyetçiler özününki koldan kelganini qıvatıdı. Hazır biz bir yerde şu bütün xilmi-xil hareketlerden yani xilmi-xil gruplardan kelip birbirini qo'llash uchun bir yerga kelgan bir grup insanlarımız var. Bir yerde hazır ben şu sual cevap tariqada bu faaliyetni ip barmiz. Şunun için ben sualımni başlayayım. Mening birinchi sualim Muhammad Azmi Abdulhamidga başta. Bu kishi Malayziyadagi islomcha maslahat berish organininki raisi. Bu kishi
insani yordam qilish uchun o'zininki davlat doirasida insonlarni rag'batlantirishga qo'zg'ash ishidan ko'p ishlarni qilgan. Siz o'zingizning organi va yoki chegara sirtida yoki boshqa davlatlar aro shundaq o'zaro o'zingizningki hissdoshligini qo'zg'ab qo'yotgan ishda yordam harakat ilib berayotgan faoliyatlaringiz haqida menga bir qur so'zlasangiz. Bu yerda to'g'nimdan o'zim sharaf his qilaman. Biz odatda yerlik ham shunday xalqaro organlar bilan birga xizmat qilamiz. Bizningki buningdagi asosli ideyamiz xilma-xil shundaq organlarni, ya'ni hukumatsiz tashkilotlarni shu kishilik huquq masalasi haqida ish ilib berish, shu rag'batlantirish, shunda xizmatni asos qilib, ya'ni shunda organlar birlashgan holda shunda xizmatlarni ilib berishga rag'batlantiramiz. Hem shundaqla biz shu inson huquqlari masalasida shunda zarur bo'lgan, ham shunda ishdan ilib berish haqida ish olib boramiz. Hem de bizning qilayotgan xizmatimiz tajribasini aytgan vaqtida, hem de biz o'zimizningki rayoni, ya'ni Janubiy Sharqiy Osiyo rayoni bo'yicha shuning nimasi yoki mesela ASEAN, Janubiy Sharq Osiyo birligi degan shuning nuqtasidan so'zlagan vaqtida biz 10 a'zo 10 davlatning birikkan bir a'zo. Hazır bu rayon bir qiziq nuqtaga aylanib qo'yotdi. Ya'ni bo'libmi bu yerda vasitlik va bevosita holda chet-elliklarningki aralashish, işte ahvoli mavjud. Masalan, Filippindagi masala hem onundan sırt, yani bu rayonda yuqori darajali kuchlarningki o'zaro bir-birisi bilan raqobatlashadigan bir markaziga aylanib qo'yotdi. Bunun içinde şu yerli xalqlarningki o'zining bu masala ustidagi rolni joriy qildirish bizga muhim deb qaraymiz. Hem shundaqla bu ommaviy xizmatlarning hammasini yana shunda bir raqobatlar, yana shunda bir yuz bergan vaqtida bularning idora qilmoq biroz oson to'xtaydi bizga. Endi hozir biz shu inson qirg'inchilik ham shundaqla insoniyat qarshi jinoyat degan bu masalani tahlil qilgan vaqtda bu yerdagi masala, ya'ni bu yerdagi qarash, biz buni doim biz Qur'ondagi o'zimizning musulmon bo'lganligimizni shundan qaraymiz. Bu ningda Qur'ondagi bir oyatdan ibilgan vaqtida sen cho'qim birlashing kerak. Mayli qaysi dindan bo'lsin, qaysi millatdan bo'lsin kerak. Yaxshi aqida, ya'ni yaxshilik uchun birlashing kerak. Ya'ni o'zing durust degan shundaq bir ustida birlashing kerak degan shundaq Qur'onning buyrug'i bor. Shuning uchun biz Muşu mesele üstüde özümüz katlamakçı. Elbette Xitayga özümüz Xitay bilan aloqa qilib, muşu Uyg'ur musulmonlari haqida ular shunda demakchi. Sen zaten nemish qilyapsan, sen bir Osiyodagi bir davlat. Sen Xitoyda muşu musulmonlar qilayotgan muşu qilmishlaring yaxshi bo'lmayotdi. Bizning maqsadimiz mana shunda Xitoy hukumatiga hukm bilan aloqa qilib, ya'ni Xitoy hukumatiga shundaq fikrlarni o'tirib qo'yish. Bizning raisimiz shu masala haqida bir ig'iz gap qildi. Uningki gapida asosligi mushlar bilan aloqa qilish, ya'ni munosabat bog'lab bular bilan aralashish, o'zimizga dushman paydo qilish emas, nim qilish. Biz nayt bir qisqa tarixi bir davlat, 300 yillik tariximizga ega bir kichik 300 million aholisi bir kichik davlat. Shuning uchun biz doim Xitoyga, O'risga, Amerikaga hammadan deymizki, biz bir siyosiy masalaga hargiz harbiy aralashishni ilib bormasligimiz kerak deb shundaq tavsiya qilamiz. Biz hamma insonlar biz hammasi bilan aralashishimiz kerak. Masalan, boshqa so'zbagchilarning degandek qirg'inchilik haqida shundaq da'vatidi.
Albatta shunda qirg'inchilik bo'lib bo'lgandan keyin uningdagi haqiqat, ya'ni paktlar paydo bo'lmasligi, yana paktlar yo'q bo'lmasligi mumkin. Bu yerdagi masala haqiqatdan keyingi durustlik, ya'ni haqiqatdan keyingi haqiqatning nima deb shuni tepish nayta muhim. Yana bir tarafdan so'g'oq urushningki mavjudlik, so'g'oq urush mavjud bo'ladi degan shundaq ideya yoki shundaq ansirashdan o'zimiz xoli bo'lishimiz kerak. Mening yana oxirgi qitim bir deydigan gapim, ya'ni hukumatsiz tashkilotlar bilan aloqa bog'lash. Anvar Ibrohim, Rais Anvar Ibrohimning deyishicha, mushundaq hukumatsiz tashkilotlar bilan qiladigan bir amaliy usulda yo'sinda elib berish kerak degan. Bütün milletler, bütün xalqlar, hamma insonlarning, hamma millatning o'zininki qallasida bir to'g'ri tushuncha bo'lish kerak. Yani bu to'g'ri tushuncha, masalan, Xitoyda nima masala bo'lyotidi, Myanmarda nima masala, O'risda nima misol bo'lyotidi, nima masala bo'lyotidi degan shunday hamma nimalarda bir to'g'ri tushuncha bo'lish kerak. Yana bizning ish qiladiganimiz faqatla rostlik, durustlik degan yoki haqiqat nima emas. Yana biz Allah bizga ishongan taraf bo'yicha o'tirib qo'yishimiz kerak. Tümende ben Uyghur Ektaşları'nınki Reisi Uşabaz Hanım bilen söyleşmen. Bir qancha g'arb davlatlari, masalan Yaponiya, Avstraliya davlatlar Uyg'urlar haqida Uyg'urlarning masalasini o'tirib qo'ydi. Bu yerga savol bo'lsa, siz qatqan mush faoliyatlar va borliqda yuz bergan farqlar, ya'ni masalalar qandoq? Bu yerda endi yana kishilarniki Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarni bilish nihoyatda yuqori. Ama dünyanın başka yerlerde, mesela Asya taraflar yoki Afrika davlatlarida bu ishlarni qandoq elib berilishi yaxshi. Hamma ularga ko'pdan ko'p rahmat. Hamimizniki bu yerda mushundaq o'tirib Uyg'ur masalasini muzokara qilish hammamiz uchun oson emas. Bir qancha yillardan buyon bizningki bishimiz kelgan kunlar haqiqatan oson ish bo'lmadi. Biz dünyadaki liderlarni, dünya cemiyet, xalqaro dunyoni Uyg'ur uchun, Uyg'urlarning masalasi haqida harakatlantirish, amaliy qadamlar uchun tirishyapmiz, ammo yetarli natijalarni ko'rmayapmiz. Bu haqiqatan odamningki ko'nglini g'ash qilgan bir ahvol. Bir qanchalardan buyon nurg'ulgan kishilarningki şu özünün aile tarafı belgen bayalları, şunu yağmur suretli Xitayning kampiga ait ahvollar oshkorlanib chiqdi. Biz bu jarayonda biz nurg'ulgan xalqaro jamiyatlar, g'arb ellari bilan bu masalalarni o'tirib qo'yib keldik. Bu jarayonda endi mush masalalar tufaylidan g'arb davlatlarininki va boshqa bir qism davlatlarninki Xitoy hukumati bilan bo'lgan geopolitik masalalari o'zaro munosabatlarda bir o'zgarishlar paydo bo'ldi. Endi biz bu yerda yerdagi masala shu Uyg'urlar haqidagi ishlar, Uyg'urlarning ichiga kelgan kunlar haqiqatdan rost so'zlantamdi. Naq masalalar so'zlantamdi. Uyg'urlarni yordam qilish, mush masalalarni hal qilish uchun haqiqiy unumli bo'lgan faoliyatlar, harakatlar elib berilyapti.
degan masalani suhbatda mush masala o'tirib qo'yildi. Hamda Xitoy hukumati masalani faqat Uyg'urlar bilan qirg'inchilik va baloyatdan etganmasdan yana o'ziniki shu atalmış chegarasidagi Tibet deymiz, ikki Mo'ng'ul deymiz, Hong Kong degan xalqlarga taloyatdan kelgan bo'ldi. Endi biz mishada shu zankal kuchilishlarning oila davatları bo'lishimiz bilan so'zlayapmiz. Xitoy hukumati buni faqat anlab qo'yapti, g'arb ellarimi buni anlab qo'yapti, ammo bu yerda bir amaliy bo'lgan natijalar, unumli harakatlar ko'rilmayapti. Biz parlament a'zolarini, qonunchilarni, hukumat amaldorlarini amaliy harakat qilishga, Uyg'urlarning ovozini anglashga, Xitoyning qatqan qilmish jinoyatlariga qarata buni diqqat e'tibor qilishga bir ularni ogohlantirib, ularga iltimos qildik. Mesela Xitoy hukumati, mesela İslam dünyası qarşı deganda, mesela Xitoy hukumati nurg'ulg'an masjidlarni vayron qildi, qurollarni ko'ydirgan bo'ldi, diniy insonlarni qo'lga olgan bo'ldi. Biz İslam dünyasına qarşı müşterilerine oturup qo'ygan bo'ldik. Biz İslam dünyasını müşterinin qarşı o'zining ovozini chiqarib, Uyg'urlarning keyinda turish kerakdi. Agar Xitoy hukumati bugun dunyoning tinchligiga hujum qilsa, inson haqlariga, fikr erkinligiga hujum qilsa, albatta Xitoy hukumati Uyg'urlardan foydalanib, o'ziniki qilmoqchi bo'lgan barliq ishlarini nishonlarga yetmoqchi bo'lgan o'zining nishoniga uchun har xil qadamlarni olib bordi. Endi mesela bu jarayonda ba'zi g'arb davlatlari bo'lsa, endi biz uch qashqa harakat qilamizmi? Biz ammo bizga foydali bo'lgan uchurlarni, samimiy takliflarni beryapti. Bizni Ostrutdan har xil vositalar bilan qo'llayapti. Zubayra xonimninki so'hbatidan oldida deyilgandek, bu ishni davomlashtirish, o'tirib qo'yish, har vaqt harakat qilish muhim. Biz mushu Xitoy hukumatini har jihatdan qistab, ularni Xitoy hukumatini yolg'iz qoldirishimiz kerak. Uyg'ur hukumatiga bo'lgan qo'llashni yarcharlik xarakterlik qo'llashni qo'lga keltirishimiz kerak. Uyg'ur xalqi intayin az bo'lgan imkoniyatlardan foydalanib, kuchidan foydalanib, o'zining qo'lidan kelishicha harakat qilyapti. Şuna men sizlardan ötündüğünüm, dünya xalqidan, dünya cemaati ötündüğünüm, Uyg'urlarni qo'llanglar, o'zlaringlarning qo'lidan kelishicha Uyg'urlarni qo'llashinglarni talab qilaman. Men shaxsan o'zimniki adamninki besha kelgan kunlarni men so'zlayapman. Men adam meniki Xitoy hukumatiniki zulm uchragan bir shu nurg'ulg'an janka kuchliklardan birisi bo'ldi. Men shuning uchun so'zlayapman, Uyg'ur xalqi uchun so'zlayapman. Biz bu işlerini qilishimizning o'zi demokratiyaning qo'dg'anlik, demokratiyaning go'zalligi. Sizlarmi o'xshashlar Uyg'urlar uchun, Uyg'urlar taraf turib, Xitoy hukumatining vakshiligiga qarta o'rinlardan turib, Uyg'urlarni qo'llashinglarni umid qilaman. Bizlardan yan nurg'ulg'an Uyg'urlarga o'xshash mening adam bu Xitoy hukumatining atalmış jazolarga, atalmış tarbiyatlarga nanki zangat kuchlayapti.
Rahmet elbette bu 7 yıldan beri müşündaq bir hiç qandaq xəbər uçur anlamasdan buluşunun özü naydı bir adamni bir aram qıldığan ahval. Elbette ben yana bir nərsini qoyayım ki, elbette bizge yoruqluq yaqın. Meningcha yoruqluq biz o'ylag'animizdan texim bakkarak yaqın. Yani hazır nima qildiqimiz Argentinalik kishilik huquq faoliyatchisi ham shundaqla jurnalist jurnalist sizni sözge taklif qilma. Bu kishininki bir kitobi bor, yanimsa men Gabriel sizga bo'lgan mening savolim xalqaro targ'ibotlik ishiga kelgan vaqtda shu mazbur nemdilik bir yetarlik bir xil ahvol yo'q. Masalan, faqat Amerika bence bu meselesi en köngül bilgen müşna bir ahval ama müşü yaqinqi kişilik huquq meselesini BDT'de qarab chiqish meselesi kelgan vaqtda şayet bir ba'zi bir ahvollar bo'lgan shuning to'g'riliq o'tirib qo'ysangiz men uchun bu yig'in qatnashini aytib muhim. Kechiringlar bu tarjimonlar uchun men uzr. Mening ingliz sözüm bekmi yaxshi emas, shuning uzr. Mening BDT'deki kişilik huquq meselesi qarab chiqish shuningda demokratik davlatlarninki birlashishi bilan mushu kishilik huquq tafsanchilik yuz berganlarninki ahvolini qarab chiqish meselesini shuni o'rinlashtirish, shuning ichida o'zim o'rin shuningdan o'rin oldim. Ham bu masalaga kelgan vaqtda mushundaq kishilik huquq tafsanchilik uchriqlarni ruhiy tarafdan qo'llash hem shundaqlar mushundaq qiyinchilik mushkul vaqtlarni bishni o'tkazayotgan shularga yo'lash uchun tashqi ishlar tarafdan mushu kishilik huquq masalalarini yo'lga qo'yadigan siyosatlarni amallashtirish mushu taraflardan o'tirg'a qo'ydim. Masalan bu Nikaragua, Venezuela degan davlatlar ustida bo'ldi. Ama Xitoy meselesi kelgan vaqtda bu bundaq ahvolga, yana bundaq qarab chiqish meselesi qarshilik yuz berdi. Bo'libmi mushu yig'inlarda, mushu qarab chiqishlarda, mushu insonlarning g'ururi bilan yashash mushu meselesi asosli masala. Ham shundaqla mushu kishilik huquq deklaratsiyasidagi qonunlar bilan mushularga qarash meselesida mushu 75-qitimliq kishilik huquq meselesini qarab chiqish mushu meselesida bo'lganda mushu asosli qilib qarab chiqildi shu masalalar. Bütün insanların insan bo'lganligi uchun ularning insonlik huquqi bor. Shuning uchun mavjud bo'lgan har qanday hukumatlarning shunday insonlik kishilik huquqiga qarshi turish masalasida ularning hurmat qilishi o'tirib qo'yilgan. Agar unda qilinmagan vaqtida Latin Amerika'nınki mesela şu Küba, Nikaragua o'xshash davlatlarninki mesela diktator davlatlarninki o'zlarining irodasini qo'g'digandek mesela ahvol bo'ladi. Endi buning ichida O'rus, Xitoy mana shundaq davlatlar. Amaliyat bilsanglar, Xitoy mushu Venezueladagi kishilik huquq masalasini qo'llash deklaratsiya qo'ygan birdan bir davlat. Ama bu Xitoyninki mushuning nisbatan o'zining bir aniq bir prinsip bo'lishiga ziddiyatlik. Xitoyga munosabat qilganda bu ziddiyatlik. Ya'ni chunki Xitoy o'zininki diktatorligini butun dunyoga yurgizish g'arazi bilan bo'layotgan shu vaqtda, ya'ni Xitoyning fashistlarcha diktatorlik qilish irodasini mushu dunyoga taritib o'ziniki universal kishilik huquq qimmat qarashiga qarshi chiqishi. Rahmat Gabriel.
Endi Ahmet Fahmi Muhammed Şamsıddin'e ötümüz. Bu kişi Malaysia Yaş İslam Cemiyeti'nin reisi. Bunun içinde ixtilaf yüz beriyotgan rayonlarda o'ziniki xizmat faoliyatini ep berishga mas'ul shu kishi. Mening savolim, siz Malaysiyadan kelgan bir yosh. Malayziyada naytli güçlengen maşındak yerlik cemiyetlerinin, yerlik xalqlarning maşındak hareket faaliyetleri naytli güllengen. Siz muşu mesele kelgan vaqtda muşu Malayziyaninki, Xitoyninki yurgizayotgan shu siyosatlarga bo'lgan qanday qarshi, bu mesele kelgan vaqtida siz o'zingizning qanday bir qarashlari bor Xitoyning siyosatiga? Aldolan muşu faaliyetini uğurlaştırgan komitetga rahmet etime. Hem şundaqla mening misha kelib o'zimninki ansirashlarim va o'zimning fikrlarimni sizlarga bayon qila olganligimdan xursandlik his qilma. Malayziya albatta bu masalalarga o'zininki pozitsiyasini bildirdi. Əməliyyatda mən hazır sizlərə söz bəgəndə, şu söz başın jarayonida əməliyyatda mən biz nemişlarni qildıq, məsələn 2009 yıldan keyinki qırğınçılıq yüz bəgən, bastırış yüz bəgəndən keyin nemiş yazılar boldu degəndən şulardan biz Uyğurlarga nisbətən nemiş qildıq degan şu nərsəni görə alaysiz. Xitoy bilan Malayziyaninki diplomatik münasebet bağlayan şu 50 yıllık hatırı jili. Biz özümüzün rəhbərlərlə məsləhətləşib, biz Uyğur yaşlar və Uyğur yaş rəhbərlərini Malayziyaya kelişini təklif qıldıq. Bunun içində Ömər Qanat, mümkün hakim əpəndilər var. Onun bu kişilərini biz parlament əzaları, həm şundaqla başqa hökumət xadimləri bilan görüşni uğurlaşdırdıq. Biz Malayziyaga nisbət etganda bu məsələ nəydi bir nazik məsələ. Çünki bu iki dövlətin o'rtasidagi munosabat, savdo munosabati nəydi kuchlik. Yəni bularninki bir-birisiga bo'lgan mablag' munosabati 15 billion pointlik iqtisodiy tijorat munosabati bor. Xitoy hozir o'zi shundaq ba'zi bir mushadiki yoshlarni o'zininki ideyasi bilan tarbiyalash ashundaq ahvollarni olib beryapti. Hozir bu masala bu tarbiyalashmi 50 yillik xatir yiliga to'g'ri kirdi. Shuning kirdi. O'tib ketgan yillardan beri biz nima ish qilyapmiz degan vaqtida biz shundaq bir targ'ibot guruhlarini qurib, mana mushu Xitoyning qilayotgan mushu tashviqot xizmati, ya'ni tartib tashviqot xizmatiga qarshi chiqish. Uningdan shu sababdan mana mushuning qarshi ipagan yana bir faoliyatlarimizning birisi ba'zi bir Uyg'ur qarindoshlarimizni Malayziyaga kelib o'qish bilan ta'minlash shundaq xizmatlarni ipadim. Ba'zi bir shu Malayziyada o'qigan qarindoshimiz mana shu hozirgi o'tirayotganlarning orasida bor. Biz endi shu jarayonda har qanday bilan Xitoy hukumatining har qanday shakldagi bizga arilishi, daxl qilishlarini to'xtatishga tirishdik. Endi shunday qilish tirishchanligimiz biz davom qilyapmiz. Albatta bundaq besimniki qilish, ya'ni bir kelish sonliq tarafdan biroz tövalladi. Ammo yana nurg'un ish bor. Uniki ma'vu biz yurgizgan targ'ibot xizmatlarininki ko'rinishi endi bir Malayziya bir davlat sifati bilan u yerda bo'lgan ta'sirlarning qanday degan masalasi kelgan vaqtida ba'zi bir munosabatlar bor. Masalan 30 kun hech qanday vizasiz Malayziyaga kirish degandek mushu munosabat bo'lgandan keyin hozir Xitoy
Xitoyninki Malayziyaga kelishi nayt ko'payib ketdi, ammo bu Xitoylar Malayziyaga kelib ketmaydigan shunday ahvol yuz berdi. Shundaq bo'lganligi uchun biz mana mushundaq bir Xitoyninki ba'zi bir yo'llar bilan bizga daxl qilish siyosatlarini qarshi uchun ba'zi bir faoliyatlarni nima qildik. Buning ichida aramizda mushu faoliyatlar qatnashayotganlarmi bor. Faoliyatlarga uningdan sirt biz nurg'un muloyiza yig'inlarini o'tkazdik. Yani nurg'un so'z berguvchilarning mushu masala haqida Malayziyalar ekilish, yana Malayziyada bo'lishlariga sabab bo'ldik. Endi mening ikkinchi savolim hamda shundaqla oxirgi yana sizlarga taqdim qildiganim bizning mushu yillik faoliyatimiz. Yani shu 50 yillik xotira munosabati bilan bizning ipagan yillik faoliyatimizda yani burun qilgan ishlarimiz qarg'an vaqtida biroz o'zgartish kirgizgan holda elib borgan ahvollarni ko'rsatdik. Demak, endi buningdan keyin mashada o'tirgan barliq qarindoshlar bilan balkim biz texnik yaxshi ishlarimizni taraqqiyot qildira olamiz. Biz de Berun Efendi'ye kelimiz. Bizde Uygurlarınki meselesi qarta köplegen xalqaro jamiyat ve organlarını hareketlendiriş için nemişlerini kılalayımız. Qanda köplegen kişilerini bu işe şörep ekleyelayımız. Hem Allah köpten köp rahmet. Selamun aleyküm. Bir boğalıqım nitayında hoş olman. Teklif plan köpten köp rahmet. Sizlarninki azabınlar benim azabım. Ben Palestin'den kelgen o'zim Gazalık. Sizlarninki bir Palestinlik bo'listimlar, sizlarninki azabınlar ne men to'liq his qilayman va tasarruf qila olayman. Endi bu yerda kishilarniki beşinchi kelgan bu kunlar sizlarniki beşinchi chiqqan atalmish shu hukumat yoki shu tajovuz hukumatni shu manbasi shu. Bu yerdagi eng muhim masala kishilar birlashishi kerak, qo'zg'alishi kerak. O'zaro bir-birlarini qo'llashinglar kerak, mo'ri tirishib kurash qilishinglar kerak. Avrupa Müslümanlar Birliği 2000 bir qancha yil burun bir suhbat elib borgan, bir konferans qilgan. Ular bir yerga kelib Uyg'urlarninki besh kelgan kunlarni munozara qilgan va bir qancha vakillar, bir qancha insonlar bu vaqtda suhbat bu vaqtda o'zining fikrini o'tib qo'ygan. Endi bu yerda shu davlatlar o'zining oshlarini, o'zining hukumatlariniki Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy siyosat, geopolitik munosabat tufaylidan bu masalalarni bartaraf qilish yoki bu masalalarni o'tirg'i chiqarishda qiynalganligini ma'lum bo'ldi. Hamda yana biz yana bir ko'rgan haqiqat bo'lsa, masalan, kuchli davlatlar, masalan, g'arb davlatlari, Amerika, Kanada, Angliya deymiz, Yevropa davlatlari deymiz, Xitoyninki Beijingda bo'lgan qishloq olimpikga qatnashmadi. Ya'ni bu orqali Xitoy hukumatiga bir o'zininki maydonini Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashni ifodaladi. Shunga men deydiganim g'arb ellariga o'xshash, butkul dunyodagi musulmon xalqi, Uyg'ur xalqi o'zaro mo'ri o'tirib, bir-birini qo'llab, qo'zg'alish kerak, harakat qilish kerak. O'zining amal va har xil vositalardan foydalanib, masalan, sotsial ijtimoiy aloqa vositalaridan foydalanib, o'zining harakatlarini qilish kerak. Masalan, yana bir taraf bo'lsa, Xitoyga o'xshash hukumatlar
müşterek nazuk insan hakları deyimiz, Uygurlarga ait meseleler deyimiz. Müşterek meselelerini bunu süpürtleşlep, sosyal medyalardan süpürtleşlep blok kılbatıdı, takılbatıdı. Yani bir yerde yani bir misal göstersem, AQSh endi bir yerde devletler özara birbiriga ergishish, yoki devletler özara birbiriga ishtirishemez. Ular albatta ularning o'zi tushliq hukumatninki o'ziniki masalalari bor, tartiblari bor, ammo bu yerda bular birlashishi kerak. Efendim siz deslepte bir otur koydunuz. Mesela Malasya'nın ASEAN teşkilatı, ASEAN teşkilatı da Malasya'nın nayeti mühim bir rol oynaydı da otur koydunuz. Mesela muşu ASEAN'da Xitay qo'shashmışındaq çoğun devletlerinin meselesi kelgan vaqtda sizce ASEAN'ның qandaq bir rol oynashi kerak kelgisi? Qandaq bir rolda bo'lishini umid qilsiz? Siz dastlabki tanıştırışınızı aytgandek, bu grup naiti keng dairlik. Asasen turaqliq. Şunun için bu rayonlarda cemaat hizmettegini qilganda u yerda cho'ng bir o'rin bor, ya'ni bir sorun hazır. Hem de bu rayonniki ASEAN rayonunun tarihi qarsak, yani 1967 kurulgan bu teşkil, bir yerde bir adet var. Yani bu rayondaki hükümetlerin özara bu alakası nayt sağlam. Her kaçan bir yerdeki devletler özara bir yere gelip bazı bir meselelerini özleri mülayize kılışıdı birlikte. Yani bulanın bir siyaseti var, yani tinçlik zonu, yani tinçlik dairesi degen. Her kaçan bular özlerini birbirine şu tinçlik zon hakkında asıl tutturdu. Yani şu ağırlık bazı bir ihtilaflarının aldığını eliş için. Hem de biz hazır NGO'larının, yani hükümetsiz teşkilatlarının rolü kesek. Hükümet emniyette hükümet dairesi de ama şu hükümetsiz teşkilatlarının rolünün kançılık çoğunluğu itiraf kılındı. Hazırki naytı bir kızık tema bir yerdeki kızık mesele peyda boğatkan şu Canubi deniz meselesi. Xitay bu rayonda naytı cahil halette. Elbette bu mesele kelganda 3-4 Asya devleti, Malaysia, Filipin, Tayland qatarlıq şu 3 devletninki diqqətini tatıdığan bir mesele ahval. U yerda Xitay aşağıda özününki buluşunu, yani özünün yüzünü davamlı köz tuturuvatıdı. Hem de bu mesele kelganda elbette Amerika'dan bir reaksiya oldu. Bu ahvalının qandaq bir bo'lishi demedi hamda men mushu masalaga meningki ko'z qarashim bo'lsa har doim mening hukumat tashkilot qarindoshlarim bilan gap qilgan vaqtida deydigan gapim butun chet elninki aralashishi mushtanimiga har qachon biz jiroq turishimiz kerak degan shu tavsiyani beraman. Chunki biz har qachon bir kuchli davlatlarning, ya'ni kuchli davlatlarning raqobat orsiga tushib qolgan vaqtda biz bularning qurboniga aylanib ketamiz. Ben burun yana ta'kidlab o'tgandek Malaysiya har qachon barliq do'stlari, ya'ni mushu rayondagi mayli Indoneziya bo'lsin, Amerikadagi bo'lsin, mushu ommaviy jamiyatlari bilan mushu ommaviy yo'l bilan aloqa qilib
biz albatta ko'rimiz bu yerda qilish kerak. Ommaviy jihatdan aloqa qilamiz. Endi biz Xitoyninki biz birimiz, masalan Xitoyda u yerda demokratiyami yo'q, u yerda ommaviy jamiyat yoki ommaviy xizmatlarning bo'lishi yo'q deyarlik. Endi shunda bo'lsa-mu, ben ular menga kelib so'zlagan vaqtida mushu masalalar degandan bu mushu Osiyonda Xitoylar ningki ta'sirining bag'ansiri kuchayotgan mushu mallarda bu vaqtda so'zlaydi. Endi el vaqtda mening o'z qarashim faqat pulga egishib qolmay, bular dunyoga amaliyotda kuchgimi egishyotadi. Kim kuchni tutgan bo'lsa, albatta shu kuchni tutganlar pulni taqdim qilyotadi bu yerda. Bu yerda demak, ashundaq bir o'yin bor. Endi bu yerda savolingiz mening javobim bo'lsa, men bir umidni ko'raman. Shunda bo'lsa-mu biz bu yerda nurg'un bir ishlarni qila olamiz. Albatta nurg'un qilishga tegishli ishlar bor. Bizning davlatimiz va bizning mashta 6 asosli narsaga e'tiqod qilish degan, birisi turaqliq bo'lish, ikkinchisi boyilish, taraqqiy qilish, uchinchisi ijod qilish, to'rtinchisi hurmat qilish, ishonish, undan keyin raqobat. Biz mushu 6 prinsip bilan mangimiz. Meningcha mushu formula albatta bütün mushu ommaviy jamiyatlarning ommaviy xizmatlarda qabul qilingan. Hatto Xitoyga bo'lgan muomalamizda mushu qo'llanildi. Agar biz Xitoy boshqalar bilan do'st bo'lmoqchi desa, demak u yerda cho'qim bir manfaat munosabati bor. Biz albatta buning bakmi ne qilib ketmaymiz. Har qachon deymizki, bizni ozduma. Bizni undaq kallimizni qaydirib undaq ne qilmanglar deb shunda deymiz. Biroq biz undaq vaqtda ular bizga besim qiladi. Undan keyin ular deydiki, bizda qobiliyat va bizda boylik va biz bundaq qilamiz degan vaqtida, ammo biz har qachon o'zimizning hukumatini shunda esiga solamizki, bizning 46 qitimliq mushundaq boshqalar tarafidan mustamlikaga o'tgan mushtaq ahvolimiz bor. Masalan, Dashlardan Britaniya, Tayland, ishqib nurg'un qitimliq mushtaq bizning mustamlika tariximiz bor. Mushuni esimizda tutaylik. Yillardan beri biz mushtaq mustamlikani bishimizdan o'tdi. Biz qanday qilib mushu jarayonda o'zimizning madaniyati, dinimizni saqlab qolgan, mushu tariximizni o'ylaylik deymiz. Uningdan sirt, uningdan keyin 50-yillardagi kommunizm ta'siri. Biz yani bu vaqtni deymiz, yani bir qisqa bir vaqt bo'lgan deb qaraymiz, biroq shu vaqtda biz bevosita kommunistlarning bostirishiga, ya'ni kommunistlarning bizni mustamlika qilishiga duch kelgandik. Shu vaqtda albatta biz Britain bilan birlashdik. Chunki Britaniya o vaqtda bizning davlatimizni kommunistlardan tozalash shunday maqsad edi. Shunday bo'lganligi uchun biz Britaniya bilan birlashib, ular o'zininki nemisni qildi, yordam qildi. Biroq yordam qilib bo'lgandan keyin u o'zining mustamlikini yana davom qilishga maqsad qildi. Endi umuman aytgan vaqtida biz demoqchi bo'lganimiz, bizning taqdirimizni, bizning kelgusimizni hech qanday bir kuchning o'ynashini yoki ularning belgilashini xohlamaymiz. Biz faqat nurg'un qaror berishlarda, shularning hammasida o'zimizning ommaviy jamiyatlarning kuchiga tayanib, ommaviy jamiyatlar saviyasida shu darajada qarorlar berishni, aralashishni davom qilamiz. Biz hozir nurg'unlagan qiyinchiliklarga yo'liqyapmiz. Raqobatlar bag'ansir kuchlanib ketyapti. Hem biz hozir Gazada qirg'inchilik bo'lyapti, Kashmirda bo'lyapti. Undan keyin biz nurg'un qitam Xitoy konsulining oldida namoyishlarga chiqdik. Masalan, Fami bu harakatga kirishdan burun. Hatto ba'zi vaqtda biz Xitoy konsuli bizga shuni dediki, biz ma kishini ajab ko'mdi, bu kishining kiyinishi o'xshamaydi bu. Andan hatto deydiki, agar bu odam namoyishga kelsa, demak bu namoyishning hech qanday roli bo'lmaydi deb. Shundaq bir ahvollar bo'lgan.
Shuning uchun har qitim biz Xitoy konsulining oldida namoyish qilganda mening mushu turqim bo'lganda bu Xitoy deydi, ma odamga cho'qim ko'z diqqatinglarni berishinglar kerak deydi. Bunda baginda mening buni paxt o'zimdan faxrlanib davatmayman. Demak, bu yerda bir haqiqat bor. Ya'ni bu meningki bu Xitoyga hukumatiga bermoqchi bo'lgan signalim meniki haqiqatniki, ya'ni meniki degan mushu ovoz, mushu bishorat, mushu ishorat har qachon berilish kerak degan shu g'araz. Mana mushu jamiyatning, ommaviy jamiyatlarniki umidi, shundaqla mening umidim mana mushu bishoratni, mushu imijni har qachon shularga berish. Bizniki raisimiz Xitoy bilan Shi Jinping bilan qo'l elishib ko'rishgan vaqtida ham shundaqla Joe Biden bilan nima qilgan vaqtida Meşede yani bizningmi değişik tegishlik, bizningmi kirgizdigan bir kepimiz var, fikrimiz var degan narsani shunda bir bishoratni berish. Shunda ama bu yerdagi bir-birisiga ixtilof bo'lish, ya'ni kirishib qilishlarning hammasi oxirgi vaqtda buning qurboni biz bo'lib qolamiz. Rahmat. Ruscha sizga turib kelma. Gabriel, sizga bir savolim bor. Biz ham demuş Uyg'urlarning masalasini Latin Amerika qit'asida anlanadigan tarqalgan qilaymiz. Hamda Uyg'urlarningki ishlari Latin Amerika qit'asida bakki anlanmay qo'llash ozlayotdi. Masalan, muxbirlarim yezib ketmayotdi. Uyg'urlarning ahvolini texnik anlash uchun biz nima ishlarni qila olishimiz kerak. Endi bu yerdagi Latin Amerikada Uyg'urlarning ahvolini ancha anlamashlik sababi bu yerda 3 diktator bor. El Salvador, Venezuela, Kuba degandek shu diktatorlarningki 5 zulm bilan hukumatni cheriklashgan. 80% Latin Amerika xalqi, Latin Amerika davlatlari demokrat davlatlar. Demokratiya kuchlari mo'ya kuchni yoqlagan kishilarmi avvalva demokratiyaning ki elementlarini ishiltib, bu yerda o'zining huquqini joriy qildirish kerak. Shunda bo'lganda Uyg'urlarning masalasini bu yerda kun tartibga kelgan bo'ldi. Mesela Latin Amerika devletlerinde devlet organlarını texnik demokratlaştırış, erkin boğan bir saylamını elip beriş, hükümet organlarını halk tarafından başkurulgan, halkın avaz alağan kılış arkalık biz Uygur meselesini bu yerlere ekregil buldu söyleyemem. Şunun bilen birlikte yine Latin Amerika'daki Puhralar Cemiyeti'ni köp müracaatlarını qilish kerak. Endi bu yerda inson huquqlari jamiyatida masalan deymiz feministlar yoki ayollar huquqlarini qo'llagan jamiyatlarmi buningga bu yerda o'tirg'i chiqib Uyg'ur ayollar haqida o'zininki mecburiyetini ado qilib, ularning huquqlarini so'zlash kerak, anglatish kerak ularning ovozini. Biz yana shu ijtimoiy aloqa vositalarini, medialar bilan aloqa qilishib, Uyg'urlarning ahvolini anglitishimiz kerak. Ani kendi yana biz Xitoy erkin bir medianingki Xitoyda yo'l qo'yilmaganligi, Xitoy hukumatini to'saydiganligini Latin Amerika xalqiga anlatishimiz kerak. Bu Uyg'urlarning ahvolini u yerda anlamaydiganligi, bo'g'itliganligini media Latin Amerikadagi medialar orqali xalqlarga anlatishimiz kerak.
Biz yine parlament a'zolari, muxbirlar, akademik, fuqaro jamiyatlarning rahbarlari orqali xuddi Amerika va g'arb elleridagi parlament a'zolaridagi Xitoyga qarshi ovoz chiqqanga o'xshash Latin Amerikada shu insonlar shu guruhdagi haqlar ashlarga o'xshash Uyg'urlarning haqida ovoz chiqishga undashimiz kerak. Biz endi shu Sarayevoda bir qirg'inchilik bo'lganligini hammamizning esida bor. Albatta Xitoy hukumati ham Xitoy hukumatining ta'siri hammamizga bo'lyotidi, ammo Uyg'urlar bularning ichida eng yuqori ta'sir uchrayotgani hamda Ahmad Fahmi Muhammad Shamsiddin Malayziyadagi Xitoy hukumatining xato yolg'on uchurlari qandaq mavjud. Mushularningki fuqarolar jamiyati yoki mush ommaviy jamiyatga bo'lgan ta'sirlari qandaq? Men oldida sizlarning saminglar qo'ygandek bizning xizmatimiz bundaq aytgan vaqtda peshqadamlarning ishini yoshlar davom qilgandek ashundaq davom qilayotgan bir ish. Men boya sizlarga bir rasmlar bilan bir materiallarni taqdim qilgandim. Shuningdan davom qilsam biz har qitim biz hukumat bilan munosabat quramiz deb shundaq bir nim qilmoqda. Sharqi Turkistonda sizlar Xitoy Uyg'urlar sizlar nima ish qilyapsizlar deb buni qimga mushu uchurni nim qilmoqchi bo'lgan vaqtimizda mana mushu uchurni berish uchun mana mushu faoliyatlar orqali shuni beramiz. Nim qilgan vaqtda biz har qitim shunday bir faoliyatni ip qilgan vaqtida Xitoy hujumchilari, ya'ni to'g'ri hujumchilari doim bizning butun al-xat hamma narsamizni qalayim-xallashtirib ularning yana bir xato uchur taqtish usuli shu atalmış Şinjandan xizmat delegatsiyalarini Malayziyaga kelib sayohat qildirdi. Sayohat qildirib, shu ko'rib ularningki xato uchurlarni qildi. Masalan, ular Xitoy konsuliga kelib, ular shu muloyizlarni elib shundaq nimalarni qildi. Biz shu vaqtlarda shu Xitoy konsullari shu yerlarga kirishga tirishib, ularning xato uchurlarini to'xtatishga tirishimiz. Onunkin ularninki atalmış dokladları var. Mesela atalmış G'arbninki tashviqotga qarshi degan shuni oqlab qilgan işte dokladları var. Onunkin o kishilar bizning ishg'ollarimizga kelgankin ularninki hikoyalarini anglaymiz. Yani ularninki qilgan tashviqot hikoyalari ular Xitoy o'gitib qo'ygan o hikoyalar shulan deydi. Ularga biz tushuntirib, ularning haqiqatini tushuntirish bizga nayt tez to'xta keldi. Masalan, bularning hammasi bizning programmalarimizda bor. Masalan, mana ma'vul güzel Şinjan medeniyetini ko'zitish, ashundaq ko'rish nemlari bor, shundaq nimalar bor. Muştaq o Şinjandan kelgan muştaq grup insonlar kelib shu Xitoyning ta'tir tashviqoti uchun. Uningdan bizga kelib o'zining tashviqotini qilishga tirishadi. Andan biz nima deydi, sizlar o'zinglarni berib o'z ko'zinglar bilan ko'ringlar deb shundaq ta'tir tashviqlarni epilishga nim qildi. Endi biz deymiz, biz buningga qo'shilmaymiz. Bu haqiqat undaq emas deb nim qilamiz. Elhamdülillah bizning hech bir undaq uyaga berib, ularning ta'tir tashviqotini ko'rish niyatimiz yo'q.
Bizning faqat ko'proq do'stona uchrashish mushunda ahvollarni qilmoqchi. Endi bizning bu yerda ularga asosli qarshi turish uchun ularning shu ta'tir-tashviq qarshi biz bundaq muloyiza yig'inlarini o'tkazamiz. Mana shunga o'xshash masalan. Mana Onundan sırt, onundakin muşu qırğınçılıq muşunda ahvallarınki qurbanları şularını sözde şahitlarını. Çünkü men qop sözlesem bu ahvallarını mening çırayım Malayziyalıqda görünme o başka. Ama qurbanlar yani şahitlar sözlese bular başqacha bo'ldi. Yani biz muşundaq faaliyetler arqılıq Xitayning xata uçurlarına qarşı chiqamiz. Neymiş bu atqanlığını mesela Uygurlar sözlese yani özüneki nemesinden meyli o Gazada olsun başka da o başkaça önemi buldu. Hem de bizden mavu kilerki nemimiz. Onundan sırt biz yani bir kitap bağmaya da kitap çıkardık. Onundan keyin yani bir ne buldu? Ben hedemni izleymen degen shundaq shu temadagi nima dokladni ko'rsatdik. Undan keyin bu ayollar guruhininki ya'ni Xitoyning ta'siriga uchragan shu ayollarning ishlagan guruhi. Undan keyin mavu tor orqali o'tiladigan darslik sinfi. Bu bildirish yani tashviqot kompaniyasi bo'lib, bu mu shundaq Uyg'ur degan nim bilan tashviqot elib boradigan tor klassi. Ondan keyin yana birisi bizning diplomatik xizmatlarimiz. Xudoyim inshaalloh shu 10-oyda Uyg'ur Kuala Lumpurda Uyg'ur restorani ochmoqchi. Uyg'ur restoranda. Şu arqılıq elbette sizlarni taklif qilamiz, kelinglar. Bir Uyg'ur saroyini qurmoqchi, shunda qilib, shu Uyg'ur masalasini tonishtirish uchun mushlan qilamiz. Inshaalloh mushuning ishidagi ba'zi bir qarindoshlar sizlarni kelinglar. Unkin ma yana bir muhim uchur. Unkin muslim jamiyatlari Ondan keyin mesela imamlarımızniki Sure Al-As'ta şu nemede sözleşmiş Uygurlar meselesi hakkında yani şu İslami sözlerde yani hutbada şu yani cümledeki hutbada şu Uygur meselesini sözleş şu hutba sözleri şunu yolu koymuş teşvikatlarımız mı var? Ben bayislerge degen Uygur taamları bilen Uygurlarni tanıştırış. Onundaki yani birisi yani kitap, onundan özümüzden bahasa tılığı tercüm kılıngan kitaplar meyada ba. Ondaki bizde nurgun Uygurca kitaplarını bahasa tılığı tercüm kılıp şu kitaplarını teşvik ettiğimiz yani muşulamı ba hazır. Mana muş kitaplarning hamısı bahasa tilida. Onundan sırt biz şu Uygurlar haqidagi bir kitap dokladni e'lon qildik. Mana şu kitaplar. Bu xalqaro kitap yarmankisida şunun bilan aloqa qilib o'tirib qo'ydik. Hem de bunun da Xitay mı var da şu nemede faaliyette. Elhamdülillah biz şu kitapni şundaq teşvik qilishga musallas bulduk. Ondan yani miyadil biz bir tal nemisini ekeldim kopyasini şu kitapning agar xohlasanlar nem qilma. Ko'p rahmat sizlarga. Siz köpten köp rahmat nəhayət yaxşı bir xidmət oldu.
Bizning bir qancha kurashlar, bir qancha savollarimiz bor. Biz ham de shu nurg'un qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Bu qiyinchiliklarni qanday sharhlaysiz? Siz agar og'rigan bo'lsangiz, kasalni analiz qilasiz va uning qarta dori yozasiz. Endi bir urush, bir harakat portlagan bo'lsa, uning sababini surishtiramiz. Buning qarta amal hal qilish usullarini tanlaymiz. Endi bu yerda nurg'un mushundaq voqealar, mushundaq to'qinishlar dunyoda yuz berayotgan mushtaq zo'ravonlik ishlari qarta biz har vaqt o'zimizniki siyosiy rahbarlarimiz, qonunchilarimizni, diplomatlarimizni mushlarni ogohlantirishlarni samiy ushlab turish kerak, ularni ogohlantirib turishimiz kerak. Agar bu naqshlarni biz meninkidek kichik bir davlat, mening davlatimda kichik davlatlarda bu ishlarni qilamagan bo'lsak, boshqa bir kichik davlatlarda bu ishlarni qila olishimiz mumkin. Masalan, BDT bo'lsa, bir yaxshi bir cho'ng bir sorun. U yerda nurg'ulg'an dunyoning kichik davlatlarning rahbarlari yig'ildi. U yerlarda biz bu ishlarni o'tirib olishimiz kerak. Müştaq urushlar har xil to'qnashuvlar sababidan buningga behuda bo'lgan ayollar, bolalar buningdan dardni tortadi. Insoniyat bu urushlarniki, bu to'qnashuvlarning dardni tortadi. Endi mush ishlar uchun biz xalqaro so'rovlarda shu davlatlarga, shu xalqaro so'rovlarda bu ishlarni o'ttirib qo'yishimiz kerak va bu xalqaro qonunlarni, diplomatiyani amal qilmagan davlatlarga ularni jazolashga tirishishimiz kerak. Xalqaroni kuchli davlatlarni harakatlantirishimiz kerak. Garchi mushundaq to'qinishlarga qarta bizning harakat qilgan davlatlarimiz jimoatda anlaşma desimi, biz yana o'zimizniki mas'uliyatimizni ado qilgan asosda o'zimizniki qilgan ishimizni qilishimiz kerak. Endi mushtaq urushlar, mushtaq to'qinishlar bo'lganda buningki dardni kelib tortadi, puhralar tortadi. Endi bu yerdagi dunyo tartiblarininki, dunyoning tartibini unutgan normalarini, shariatlarni, qonunlarini unutgan holda bir qism davlatlar o'ziniki foydasiga, o'z manfaati uchun ish qilyotdi, ammo buning dardini odatdagi puhranlik tortyotdi. Shunga biz shu xalqaro jamiyatni, kuchli davlatlarni o'ziniki xizmatini yaxshi qilishga undashimiz kerak. Endi biz sorunimizni, sahnimizni savol-javob nemisiga o'tirib qo'yamiz. Albatta biz hozir Sharq Turkiston nemish yuz beryapti degan bu temani ayt bir ig'ir tema. Rushan, men sizdan so'raydiganim. Biz ne muvaffaqiyatlarga erishdik? Maqsad shaxsan siz masalan o'zingizning nimasidan deb baqsangiz erishgan muvaffaqiyatlar bo'lsa, shu muvaffaqiyatni ko'paytgani, ya'ni boshqa odamga ipog'ini bo'lamdi. Albatta, muvaffaqiyat deganning nimaligini aniqlama bermak xili tez. Uyg'ur harakati shu organ, eng oxirgi 5 yilning ichida bizning asosliq qilayotganimiz Uyg'ur ayollar va Uyg'ur yoshlarni tarbiyalash. Yani ularga targ'ibat xizmatini elib berish ustidan tarbiyalash berish. Hozir qadar 15 shundaq tarbiyalashni elib bordik. Mushu yani bizning nurg'ulg'an g'albi hikoyalarimiz bor. Unkin Meşaga kelgan Uyg'ur faoliyatchilar bor. Yani shu faoliyatchilarmi bizniki shu
nima o tarbiyalash kurslarimiz qatnash. Biz tünügün muşu Uygurlarning targ'ibat xizmati haqida bir videoni ko'rdik. Şu videoda ko'rganimizda dastlab boshlatgan vaqtda butunlay erlarning rasmini ko'rdik. Uningda anchalarmi ayollar yo'qdi, ya'ni u asosligi o Turkiya boshqa davlatlarda butunlay erlar asoslikni qilgan shundoq bir ahvol bo'lg'achqa hozir sizlar qarasanglar nurg'un shu rahbarlik nemisida, rahbarlik sistemasida tarkibida Uyg'ur ayollari nayta ko'p. Mayli bu Dunyo Uyg'ur qurultayida bo'lsin, shundoq. Endi bizningki shu tarbiyalashlarimizda shu ayollarni o'zining rahbarlik xizmatlarida o'rin olishiga targ'ib qilish shundoq nimalarni qildik. Masalan, hozir 10 Uyg'ur ayol bor, ya'ni shu yerlik organlarninki rahbarlari sifatida xizmat qilayotganlar bor. Hozir ismlarini deb o'taman. Muşlarning hammasi har bir o'zlari yashayotgan davlatlarda o'zining Uyg'ur shiyatki jamiyatlarninki rahbarlik xizmatini qilayotgan Uyg'ur ayollari. Undan Zumratayni desak, Zumrataymi shu. Mishada Uyg'ur ayollarining, ya'ni Uyg'urlarninki yuzi bo'ldi. Masalan, Javlon Shirmamatmi shu bizningki qilgan tarbiyalarimizning shuning ichidan chiqqan, masalan, uning ichida Turkiyada nayt bir cho'ng bir faoliyatni ifade, ya'ni mening oilamning a'zolari nada degan shu faoliyatni ifade. Uningdan sirt Nuriya misha deya turgan Irlandiyadagi birinchi shu Irlandiyadagi birinchi Uyg'ur organini qurgan xonim. Uningdan sirt Mahliya Chetinqaya u qizmi shu kampanya Uyg'ur harakatininki bir a'zosi, ya'ni faoliyatchisi edi. Hozir Ottawada bir parlament a'zosi bo'lib ishlayotdi. Uningdan sirt Germaniyada bizning Uyg'ur yoshlar harakati degan shundoq bir guruhimiz bor. Masalan, ularning hammasi shu elektronlik shakldagi uchur tarqitish xizmatlarini elib berayotgan. Uning shularni masalan yaqinda qilgani Uyg'ur majburiy emgak masalasi haqida shunda bir uchur tarqatdi. Uningdan Mahliya Sana degan yana bir necha yosh qizlarimiz shularmi bizning shu Brasol, Viyana, Istanbulda elib borgan ayollarni tarbiyalash kurslarida shular qatnashgan. Endi eng oxirida mening demaydiganim har qanday bir ishni bir narsani o'tirib qo'ysak, hech narsani bir mundaq har narsani bir jiddiy uning muomala qilsak shu nayta muhim. Masalan, hozir birodar Fahim o'tirg'a qo'ygandek demakchi bo'lgani, masalan shu mening hadamni izlayman degan filmning qanchalik muhim rol o'ynaganligini o'tirib qo'ydi. Şuna o'xshash nurg'un mustaq Uyg'ur faoliyatchilar bor. Buning ichida masalan Do'lqin Aysa qatorliq. Mushlarning hammasi o'zining hikoyasini deyishi, boshqalarga uningdan sirt mush ishki Sharq Turkistonninki hikoyasi ham shundaqla hozir qirg'inchilik masalasilar mushlarning hammasini o'tirib qo'yishi shu nayta muhim bo'ldi. Endi masalan shu kinoning qandaq o'tirg'i chiqqanligini desam, shumi bir yoshning bir yerda o'tirib, bir nimada Disney nimasida shu yerda turib, shu qizningki o'zining maktabida Uyg'ur qirg'inchiligi haqida bir anglagan hikoyasi, ham uni o'zining onasiga, dadasiga deganligi, o dadasininki Silicon Valleyda bir cho'ng tijoratchi ekanligi, mana shu hikoyani o'zining qizining anglagandan keyin buningdan nayta hayron qolganligi. Mana mushularni so'ragandan keyin ondan keyin shu qizga nemasiga so'ragan. Chunki siz qandaq bir yordam qiladi,
degan so'ragan vaqtda so'raqib uning javobini unutib qolgan. Undan keyin shu qizi yana dadisidan sen qandaq tariqada bu Uyg'urlarga yordam qila olaysan degandan keyin men buni deganda o to'xtab buni unutib qolibdim deb shu 3-chi qitim so'ragan vaqtida endi bu savolga men endi javob beray deb shundan keyin shu o'z kashf tamoqida endi men bugundan boshlab shu ishni qilaman deb undan keyin shu o'zining shu Uyg'urlar masalasi haqida o'zi izlanish qilib izlanish elib berib shu hikoyalar qaragan undan qaragandan keyin undan keyin shu jarayonda mening hikoyamni tepib shu Uyg'ur harakati organi orqali meni topdi, men bilan aloqa qilib undan keyin mening bilan ko'rishni talab qildi. Undan keyin Washingtonga kelib bir qancha xizmatdoshlari bilan shu biz mening bilan so'zlashdi. Undan so'zlashib, ondan keyin o'zining Philadelphia'dagi bir jamiyatda o'zining alıştırgan ishlariga chaqirdi. Chaqirgandan keyin shu faoliyatdan keyin o o'zining bir direktoriga meni tanishtirdi. Şu film qiladigan şu direktor mening hikoyam qiziqdi, shu qiziqib nim qilgandan keyin shuning bilan bu kino maydonga keldi. Demak, har qanday nima ishni qilmayli, shu bir ish qilsak, shu ish uchun bir davomli qilish kerak, shu davomli qilish kerak. Shu shunday qilish orqali bir ishni vujudga chiqargan bo'ldi. Shuning uchun balkim bu yerda nurg'unlagan shunday muvaffaqiyat hikoyalar bo'lishi mumkin. Bizning yine 3 minut vaqtimiz bor ekan. Agar savollaringiz bo'lsa, so'rasanglar. Biz savollarga vaqt yo'q. Ya bir savol bor ekan. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Xitoylarda shu saxta uchur bir bilan uchraqadan chiqishlarni qotidi va bizning davlatimizga shu muxbirlarni ilib berib, saxta bidlarni yasab, saxta uchurlarni taqtatidi. Xitoy hukumati mushtaq tashviqot materiallarini ishlash orqali tashqi davlatlardagi diplomatlar, siyosatchilarga shu Uyg'ur masalasini supurib tashlash o'zining daftardan ilib suhbat temasini chiqarishni qotidi. Buni qanday qaraysiz? Rushan bunga yana bir savol bor ekan. Ana keyin javob bersin. Rushan xanim javob berdi ekan. Bu biz düşkatkan bir qiyinchilik, ama işlerimiz buluş gerek ki, inan nurg'ungan g'arb ellarda, inan mushu o'zining haqqini, o'zining haqiqiy axloqiy burchini ado qilib, Uyg'ur masalasiga kuch qilayotgan, Uyg'urlarning ishlarini qo'llayotgan siyosatchilar bor. Ular o'zininki davlatiniki uchurman munbirdan foydalanib, haqiqiy bo'lgan, rost bo'lgan Uyg'urlarga oid uchurlardan foydalanib, Uyg'urlarga so'zlaydi. Endi mesela Xitoy hukumati bir qism davlatlarninki fuqarolarga viz bir orqali Uyg'urlarni o'zininki vataniga kelib, aka guzib, ota-onalarni ko'rgizish, davlatni ziyorat qilish orqali qaytgandan keyin majbur holda Xitoy hukumatining yaxshi siyosatini tashviq qiladigan ishlarni bilyapti. Ammo biz bunday ishlardan Xitoyniki bunday bir bilan uchur tashviqot harakatidan foydalanib, buni biz bundan voz kechsak, bundan umidsizlanib, bundan tushkunlashsak, biz bu kurashda biz mag'lub bo'lamiz. Shunga biz bu ishlarni biz amalga oshirish uchun biz
bizning jasoratimizga, bizningki kuchimizga, izchilligimizga bog'liq. Rahmat. Hozir biz biroz tanaffus qilamiz.